Sizlar bilan anchadan beri o'tirib gaplashmadik. Hammaga salom qizlar. Bugun sizlar bilan meni shaxsiy biznesim haqida gaplashamiz. To'g'rirog'i, endi boshlanayotgan shaxsiy biznesim haqida gaplashamiz. Anchadan beri sizlar bilan bunaqa qilib o'tirib gaplashmadik, maza qilib. Videolardan ham bunaqa qilib o'tirib video olishga menda oxirgi paytlar vaqt bo'lmayotgandi, lekin bugun mana vaqtim bor ekan, как раз sizlarga video olay dedim. Ko'pchiliginglar bildinglar, уже men postimga qo'ydim. Bento tort, yana pirojnoylar qiladigan Telegram kanal ochdim va Instagramim oldindan bor edi-da, bunaqa Instagramim. Вообще-то Instagramda bir hafta oldin menga bento tort kerak deb yozgan ekan, men ko'rmaganman, chunki anchadan beri Instagram akkauntimga kirmayotgandim, chunki baribir zakaz tushmayotgandi-da, kirgim kelmayotdi. O'shaning uchun Instagramni o'chirib tashlab boshqadan o'tkazganimdan keyin u akkauntdan chiqib ketganman. Men o'shandan keyin uncha kirmayotgandim, chunki hali boshlamagandim-da. Endi haqiqatan boshlamoqchiman. O'shaning uchun kirib qarasam bir hafta oldin zakaz tushgan ekan, lekin endi baribir ham уже olgan bo'lsa kerak tortini, bentosini deb yozmay ham qo'ya qoldim qizlar. Endi kirib, hammasini ko'rib turaman har kuni. Qizlar, Telegram kanalimga ham, Instagramimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Agar ko'pchiliginglarda bilaman, Instagraminglar yo'q, lekin Telegram kanalimga обязательно qo'shilib qo'yinglar. Menga qancha ko'proq zakaz tushsa, keyin men alohida chiqaman-da. Uyda qiyin kelmayapti, to'g'risi, uyda, chunki narsalarim bilan, uydagi narsalar bilan meni tortimni narsalar aralashib ketishini xohlamayman. Menga yoqmaydi uyda ishlatiladigan narsalar bilan tort qilishim uchun ishlatiladigan narsalarim qo'shilib ketishini yomon ko'raman. Va baribir ham oshxonada ham ish qilaman, tortimni ham qilaman o'sha yerda qilsam. Baribir ham narsalar qo'shilib ketadi. O'zi har doim meni oshxonam unchalik toza turmaydi. Har doim ko'pincha bardak bo'ladi. O'shaning uchun ham oshxonamda tortimni narsalarini qo'shishim kelmayapti, alohida chiqqim kelyapti. Onam bo'lsa, sen oldin zakaz ol, agar ko'proq zakazing bo'lsa, keyin alohida chiqasan, deyapti. O'shaning uchun kanalimga qo'shilib qo'yinglar. Agar Olmaliqda yashasanglar, Olmaliq shahriga bormoqchiman-da, chunki o'zi boshqa shaharlarga borgungacha ham baribir erib ketadi, boshqa bo'ladi. O'shaning uchun ham faqat Olmaliqni o'zida boshlayapman. Keyinchalik joy ochish niyati ham bor. Xudo xolasa o'xshasa qizlar. Niyatni kattaroq qilish kerak, bilasizlar. O'shaning uchun ham men boshdan shunaqa niyat qilaman, что keyinchalik bunaqa joy ochish, o'zimda kichkinalikdan bunaqa narsa orzu bor. Kichkina kafeshka bo'ladi-yu bu. Safiya lakamka Olmaliqda bor, bilasizlar. O'shalarga o'xshagan joy ochish. O'shaning uchun niyatimni katta qilgan holatda ishimni, biznesimni boshlamoqman. Xudo xolasa, hammasi o'xshasa, Olmaliq shahrida agar kimga bento, tort, trayfel va shunga o'xshash shirinliklar, tvorojniy, pirojniylar kerak bo'lsa, o'sha kanalimga qo'shilib olsanglar, Telegramimga yozsanglar ham bo'ladi, Instagramimga yozsanglar ham bo'ladi. Akkauntimga havola qo'yib qo'yganman hammasinikini, Telegram kanalimnikini, Instagram shaxsiy akkauntimni va Instagram biznes uchun ochgan akkauntimni hammasini havolasini qo'yib qo'yganman. O'tib, kirib podpiska tashlab qo'yinglar, iltimos sizlardan qizlar. Va zakazlar bo'lsa bemalol yozaverasizlar. Xudo xolasa, biznesim o'xshab ketsa, alohida chiqib, shunda vloglarim olganimda ham sizlarga ham ancha qiziq bo'ladi, o'zimga ham ancha qiziq bo'ladi, chunki faqatgina uyda o'tirib vlog olmayman-da. Masalan, uyda o'tirib ish qilganimni faqat olavermayman-da. Tort qilganlarimni, kunim qanaqa o'tganini, qanaqa nechta zakaz qilganimni, zakazlarni chiqarib olganimni hammasini sizlarga vloglar qilib ko'rsatib bormoqchiman. O'shaning uchun ham xudo xolasa ishim o'xshasa, sizlarga ham qiziqroq kontentli chiqaraman, o'zim uchun ham bu narsa qiziq. Shuning uchun albatta meni kanallarimga qo'shilib qo'ysanglar, chunki hozirgi paytda hamma sizni obunachingizga qarab nima qiladi, zakaz beradi. Skam bo'lsa odamni mensimasligim mumkin, nima deydi, qanaqa qiladi, hali yaxshi chiqadimi, yo'qmi, endi boshlayotgan ekan deyshadi. Men ishonaman, qo'limdan keladi, chunki уже mehmonga
qarindoshlarga tug'ilgan kunlarda tort qilib berganman, bo'lmasa pirojnilar, tvorojnilar qilib berganman. Ko'pincha tug'ilgan kunlarga tvorojniy pishiraman deb. O'sha Telegram kanalimga rasmlarni ham tashlab qo'ydim. Bentolarni ham har xil dizaynlarni tashlab boryapman. Xudo xolisa, o'zingizga yoqqan bentolarni bir kishilik olsanglar ham bo'ladi, ikki kishilik olsanglar ham bo'ladi. Ishlaymiz xudo xolisa. Qizlar, eng yaxshi narsa, agar mendan birinchi marta narsa zakaz qilayotgan bo'lsangiz, sizlarga 10% chegirma qilib beraman va bitta anaqa masalan, sizlar mendan 5 marta narsa zakaz qilsanglar, 6-marta narsa zakaz qilayotganingizda sizlarga bitta trifle qo'shib berishimiz mumkin. Har xil aksiyalar va chegirmalar qilib, o'zi shunday ham narsalarimni unaqa qimmat sotish niyatim yo'q boshlanishidan. Kirsanglar, o'sha Telegram kanallarimda, Instagramimda aytib, istoriyalarda aytib boraman. Shuning uchun обязательно qo'shilib qo'yinglar. Уже menga qo'shilishdi, ko'p qizlar qo'shildi, lekin hali ham kam obunachim. Baribir 48 tani bo'lib turibdi. O'zi kecha 50 deydi. Ikkita odam chiqib ketibdi уже. Xullas qizlar, ko'pini men o'zim qo'shdim, o'zimning kontaktlarimni qo'shdim. Endi sizlar ham qo'shilib olsanglar, obunachim ozgincha ko'paysa, zakazlar ham ko'payadi qizlar. Shuning uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar va Olmaliq shahrida sizlar yashasanglar, mendan har xil tort, shirinliklarni olishni unutmanglar. Ana ko'nglingizdagidek qilishga harakat qilaman. Shunda vloglarim ham ancha qiziqarliroq bo'ladi. Nima deysizlar qizlar? Shu bilan bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va kommentariyada meni qo'llab-quvvatlab yozaveringlar qizlar. O'xshaydi, hammasi hali oldinda. Shunga o'xshash gaplarni yozaveringlar. Yangi videolarda ko'rishguncha, xayr.